Aziz obunachilar, tovar muammo bo'lib turgan paytda ham biz sizlarga shunaqangi katta assortiment, har kuni kanda qilmagan holatda 100 ta smartfon qilib beryapmizmi? Shunga yarasha harakat qilyapmiz. Shunga yarasha sizlarni rozi qilish uchun harakat qilyapmiz. Yonimizda ikkita magazin bo'lsa, House Mobile va yonimizda boshqa magazin bo'lsa, siz House Mobile'ga kirishingiz uchun biz sababini qilamiz. Yaxshi mahsulotlar, yaxshi takliflar, arzon narx, yuqori sifat, qulay servisni taklif etamiz. Bizning do'konga kirgan odam telefon sohasida qanday muammosi bo'lsa hal bo'lib chiqib ketadi. Sotmoqchimi, olmoqchimi, tuzatmoqchimi, programma qildirmoqchimi, hamma servisimiz bor inshaalloh. Biz 20 yillik tajribaga ega bo'lgan professional magazinmiz. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, eng qulay narxlarda sizlarga tanishtirishda boshlayman. eSIMlargacha o'tgan 128 GB 95 foizli 365 dollar evaziga iPhone 12 Pro Max ni o'ta ideali. iPhone 15 Pro Max ni bizdan ko'pchilik natural so'ragan edi. 750 dollarga 256 foizli eng ideal holatda bizda Blue rangda 256 foizli 745 dollarga 15 Pro Max. iPhone 6 Pro Max ni 256 960 dollarga hozir 1000 dollardan ham qimmat bo'lib turibdi bunaqa narxlari. Aynan 26 bu oddiy emas, bu 512 talik. Bu rangni siz albatta ko'rmagansiz. Bu rangni ko'rib hayratlanasiz. Bu smartfon tabiatan ilhomlangan moviy osmon rangda. Bu qora shatasimi, oqmi, titanmi farqi yo'q. Bu sizga mos keladi, chunki ko'zingiz o'rganib bo'lgan osmonga qarab bu rangga. Bu 512 talik. Narxi ham arzon narxda 750 dollar evaziga 25 Ultra inshaalloh 12256 lik narxi chegirmada 799 dollarga. 210 dollarga A55 qora rangli ishonchli kafolatlangan model. 24 Ultra 725 dollarga. 23 Ultrani salafallari olinmagan, hali salafallari olinmagan Dubay regionida o'ta noyob holatda. Bunaqasini ishoning, siz topa olmasligingizga 100% ishonaman. Bunaqasini o'zimga olib kelsangiz, men 520 dan qimmatga olishga roziman, ishoning. 520 ga qilib beraman. Smartfon haqiqatda bor-ku, bitta nuqta yo'q. Bitta nuqta topsangiz telefon bekorga berib yuborishga ham tayyorman. Salafallar olinmagan yangi narsa. 22 Ultra narxi 385 dollarga, salafallar olinmagan 410 sotiladigan A+ segmentda. Men sizga Galaxy S23 ni yanada arzonlashtirib qo'ydim. 315 dollardan qilib beraman. Har doim narxlar tushmoqda, har doim sifat oshmoqda, har doim servis yaxshilanmoqda, har doim mijozlar rozi bo'lmoqda. Biz sizlarni maqsadimiz sizni rozi qilishlikdir. S22 Plus 340 dollar turadi. Aynan hozir 279 dollarga yangidek holatda. 21 ni bitta nuqtasi yo'q, yangi A+. Odatda yonimizda 110 tadan ko'p magazin bor. Lekinchidan bitta ham bunaqasini topa olishimiz qiyin. Chunki Koreyaning o'zida 100 tada bitta chiqadigan A+ segment 210 dollar. Sizga A- kerakmi? Mana sizga S22 hamma joydan solishtirib ko'ring, bizda arzonligini his etasiz. 215 dollarga. S22 A- segmentda. S23 Plusni oddiy 23 ta 512 talisi 355 sotilyapti. 23 Plusni 512 talik yangi A+ Plusni 345 qilib beraman. Sovg'aga ota-onalaringizga, ayollaringizga katta bo'lmagan, kichik bo'lmagan, elegantni, oddiy va moshni smartfonni xarid qiling. Bu smartfonni berganingizdan keyin sizni butun umr yodlardan chiqarishmaydi. Smartfon o'ta zo'r sovg'a bo'la oladi. Smartfonda S22 Ultrani A- ni 335 dollarga qilib beraman. Mana sizga bizdan arzon joyini topa olmasligingizga sabab. Aynan 14C 87 dollarga shunaqa yangi, ideal o'zimizning eng yaqin mijozimizning smartfonlari. Bugun men sizlarga S22 beraman. Shunaqa yangisini beraman, shunaqa ideal beraman. 260 dan A+ bitta nuqtasi yo'q, haqiqiy topilish qiyin bo'lgan qora va green ranglari. S21 Plus katta ham emas, kichik ham emas, o'ta elegantni violet rangda bitta nuqtasi yo'q, 240 dollardan. Note 20 205 dollardan A+ segmentda. 21 Ultra natural titan rangda, qora rangda, ideal holatda, hattoki 16 ga 512 talisi 305 dollardan 256 lik, 16 ga 512 talisi 345 dollarni tashkil etmoqda. Galaxy S20 Ultra bugun shunaqangi zo'r kallitsiyada keldi. Har bir A+, salafallari dash olinmagan narxi 280 dollardan eng tiniq holatda. Xiaomi 11 ta 135 dollarga, 85 dollarga Note 11 8 ga 128 talik, 115 dollarga S10e. Note 20 Ultra'ning salafallari dashi mana salafallari dash olinmagan. Yangidek holatda. Qarang, bronza rangda, oq rangda. 305 dollardan 340 ga ham bunaqasi yo'q.
S15G 512 talisi $170, 256lisi $160, A plusi, A minuslari $145, S15G'da o'ziga xos rangi bo'ladi, bilasiz. Aynan bu aura rang deyiladi. Mana aura rangda ideal holatda bor. Xudo xolasa biz sizlarni hayratlantirishda davom etamiz. S9 Plus o'z davrida $1200 bo'lgan va xuddi shunaqa $1200lik holatda turibdi. Ikki xil variantda, ikkalasi ham A plus, 64 talik 6 operativkali, narxi chegirma narxda siz uchun $110, 6256lik $120. Bunaqa narxda $120 S8 Plus sotayotgandik. Bugun men sizga S9 Plus taklif etyapman. 256 $920 ga 16 Pro Max, o'ta arzon narxga 15 Pro Max 256 $765 ga, 15 Pro Max 256 $740 evaziga, 15 Pro Max ni natural rangda 256 $745 dan, iPhone 15 Pro modelimizni 1 terabayt 86 oddiy 128 talisi ham 700 dan qimmat, bu esa $690 ga. iPhone 15 Pro 128 85% chegirma narxda $629 ga. iPhone 13 Pro ni $420 ga esimlar o'tgan ideal holatda 128 100 $310 ga iPhone 12 Pro. Atigi $220 ga 64-94% iPhone 1 Pro. Bu juda arzon narx hisoblanadi. 64 GB 87%, atigi $210 ga iPhone 11, iPhone 7 Plus $85 evaziga 32-100%. Bizda nafaqat ikkinchi qo'l smartfonlar, balki yangi smartfonlarda ham eng katta assortimentlari bor. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Bu bizni birinchi filialimiz edi. Ikkinchi filialda bundan-da katta chegirmalarni sizlarga taklif etaman. Albatta obuna bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Telegram kanaliga hozir obuna bo'lib qo'yinglar. Narx, rasm, video, xususiyat hammasi mavjud inshaalloh.